Dollar kursi ko'tarilgan sari talabani hayot qiyinlashib boradi degan naql bor yurtimizda. Ayniqsa mana oraliq paytali ustozlar mana turib olib 77 ta paragraf ichidan bitta so'zni topib kelasan deb turib olammi yoki 20 ta referat berib o'rtasiga bittasiga mavzumi tushunib ko'rgan mavzuni topib ketib turib oladimi? Qiyin, talabaga qiyin. Endi yo'llari bor. Haligi bitta aqlli bola bo'ladi har bitta guruhda. Aqlni monopoliya qo'ygan aql monopolistdan shu bolaga yalinish kerak. U bola ham bilsalar oraliq paytida makasiga galstuk taqib turib oladi. O qimmat-qimmat hojikalardan bo'lib olib. U bolaga ham ish bermaydi. Endi starsda deyishingiz mumkin. Starslarda bilmayman. Tabiat tarafidan berilgan inom bor. Yer yuzida starsalar 90% Jakob bilan mulla qo'yganda 2 osini 809 bo'lib qoladi qanaqadir. Yordam kutishdi, anaqasi yo'q. Yer yuzi ahli studentlarga yordam qilmayotgan bir paytda men baribir bir yo'lini topib kelaman va mana bu botlardan foydalanish kerak. Mana ko'rib olinglar. Aqlli talaba bot, shu bot bu fakelari chiqib ketgan, qaysidir bitta poraxo'r ustoz ochib shekilli fakeini eng qimmat ish 5000 so'mdan bo'ladi.